Hozir ertalab ishga keldim, xonalarni obxod qildim. Mani bitta gornichnim, xona tozalovchi qizim menga bitta xat berdi. Mehmon ketdi, xat tashlab ketdi. Bu xatda shunaqangi yoqimli so'zlar yozilgan. To'g'risi, har safar mehmonlarimiz bizga yoqimli so'zlar yozib ketishgandan keyin, rahmatli yozib ketishgandan keyin biz yanada ham ishlagimiz keladi, yanada ham bizning nimamiz oshadi, motivatsiyamiz oshadi. Mana shunaqa xonamizda mana shunaqa oprosniklar bor, ya'ni so'rovnomalar bor. Ichida yoziladi, hamma narsa so'raladi mehmondan, qayerdan kelgan, nima uchun kelgan, yoqdimi bizning mehmonxonamiz, nimalar yoqdi, ovqat, boshqa, yashash, tozalik. Xullas bizga bu mehmon xat tashlab ketdi. Hozir men sizlarga bu xatni o'qib beraman. Like, подписка va albatta kommentariy. Xullas xatda mana bunaqa yozilgan ekan. Это ruschada yozilgan, men tarjimasini yozib qo'yganman. Это была моя первая поездка в солнечный Ташкент. Я очень рад, что выбрал и провел свой уикенд, яни отдыхларым, уикенд английский, именно в этом отеле. Благодарю за возможность сотрудничества. Этот отель стал моим любимым местом для проживания в столице Узбекистана. До скорых новых встреч. Блогер из Озербайджана, такой-то, deb qo'l qo'yib tashlab ketdi. U judayamchi bunaqa xatlar ko'p bo'lib tursa, hamma mehmonxonada yanada ham mehmonxonani ishlash motivatsiyasi oshadi va ishchilarni ham, boshliqlarni ham hammamizning yanada ishlagimiz kelib, yanada mehmonlarga welcome to Tashkent, welcome to our hotel, ya'ni bizning mehmonxonamizga xush kelibsizlar degimiz keladi.